Salom, mening ismim Vorisxon. Men masjidning rahbari, ya'ni mulla imom sifatida ish yuritib kelganman. Men islomiy oiladan kelib chiqib, madrasada Qur'onni o'qib katta bo'lganman. Keyin ilohiyat bo'yicha, ya'ni diniy ta'lim bo'yicha diplom olganman. So I got my diploma in the School of Religious of the All Ilayat. That's how they say it. Scholarship. So come back to this point that Bu muloqotimning maqsadi menga qanday qilib haqiqat ochilib, oxir oqibatda meni masihiy bo'lishimga sabab bo'lgani haqida tushuntirib bermoqchiman. Men Amerika Qo'shma Shtatlariga kelganimda, men hali ham musulmon edim. Mana 20 yildan ko'proq bo'ldiki, ya'ni hozir 24 yil bo'ldiki, men masihiy bo'lishimga sabab meni hayotimda mo'jiza bo'lgan edi. Bu Isoning bemor qizimni shifo topishi mo'jizasi orqali bo'lib, u zotni bilishimga va u orqali Xudo bilan aloqa qilishimga hamda ruhiy ko'zimni ochilishiga olib keldi. Meni qizim tug'ma nuqson bilan tug'ilgan edi. O'shandan beri men diniy amallarim orqali iltijolarimga yolvorib javob izlardim. Uni shifo topishi uchun men qanchalar namozda so'rardim, lekin natija bo'lmadi. Bir kun menga bir fikr keldi. Agar men qizimni cherkovga, ya'ni masihiy jamoatga olib borsam, ular qizim uchun ibodat qilsa, u shifo topishiga ishonib umid qildim. Shunday qilib men cherkovga qizimni olib bordim. Shunda cherkov pastori, ya'ni jamoat cho'poni mendan, "Siz islom masjidi imomi bo'lsangiz, nima sababdan bu yerga keldingiz?" deb so'radi. Shunda men unga, "Men bu yerga dinimni o'zgartirish uchun kelganim yo'q, balki faqatgina qizimning kasalligidan forig' bo'lish uchun, ibodat qilishingiz uchun keldim xolos" deb javob berdim. Shunda u mendan, "Siz Isoning qizingiz shifolashiga ishonasizmi?" deb so'radi. Men unga aytdim, "Men xuddi tilamchiga o'xshab Allohning rasuli Muhammaddan juda chuqurroq nola qilib namoz orqali iltijolar qildim, lekin shunda ham qizim xastalikdan tuzalmadi." Shundan keyin masihiy pastor dedi, "Mayli, shunday qilib siz bu yerga kelibsiz, endi haqiqatdan ham Iso sizni qizingizni shifolashiga ishonasizmi?" deb so'radi. Men unga, "Agar ishonmaganimda men bu yerga kelarmidim?" deb aytdim. Shunda u aytdi, "Iymoningizga yarasha siz Isoni kecha va bugun xuddi o'sha zot ekanligiga ishonasizmi? Iso o'z davrida o'liklarni tiriltirgan, cho'loqlarni shifolagan, ko'rlarni ko'zini ochgan zot bugun ham sizni qizingizni ham shifolaydi" deb uzoq ibodat qildi. Men u yerda osoyishtalik izlab kelgan edim xolos. O'shanda qizim uxlab yotgan edi. Unda nafas olish moslamasi olib tashlangan edi. Men shunda qo'rqib ketdim. Ertasi kuni men qizimni shifokorga olib bordim. Shifokor qizimda hech qanday kasallik alomatlari yo'qligini va u butunlay sog' salomat ekanligini aytdi. Shundan keyin u barcha dori-darmonlarni berishni to'xtatdi. Hozirda u qizim 38 yoshda va sog' salomat. O'shandan beri qaytib kasal bo'lmadi. Muhimi shunday ediki, menda mo'jiza bo'ldi. Ya'ni Iso meni tushimga kirdi. Men shu jamoat pastoriga uning ibodati uchun minnatdorchilik bildirdim. Keyin u meni uyimga kelishga ruxsat so'radi. Men mayli dedim. So'ng oilasi bilan, ya'ni ayoli, o'g'li va qizi bilan tashrif buyurishdi. Shunda u muqaddas kitobni o'qidi. Keyin men ham muqaddas kitobni o'qiganimda u ajoyib edi. Muqaddas kitobda Xudo Isoni o'zimni suratimni yaratamiz, ularni erkak ayol qilib yaratamiz degan joyi meni butunlay ko'zimni ochib yubordi. Lekin Qur'on buni butunlay boshqacha ta'riflaydi. Unda Alloh hech qanday munosabatga qiladigan zot emas, ya'ni butunlay tanimaydigan Xudo u qayerda o'zi? Biroq muqaddas kitobda Xudo insoniyat bilan aloqa qiladi deyiladi. Shu bilan birgalikda erkak va ayolni teng deb ta'riflaydi. Islomda esa uni aksi ta'riflangan. Ya'ni islomda erkak bilan ayol teng huquqqa ega emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan Xudo surati mavjud emas deyiladi. Lekin Xudo odam atoni o'zining suratida yaratgan. Men Xudoning suratida yaratilganman. Muqaddas kitobni o'qiganim sari meni unga kundan kunga yaqinlashtirdi. Shuning uchun siz ham menga o'xshab muqaddas kitobni o'qing. Chunki bizga muqaddas kitobni o'qish taqiqlangan. Ko'pgina musulmonlar Qur'onni tushunishmaydi, chunki ular arab tilini bilishmaydi. Shuning uchun muqaddas kitobni o'qing. Agar savol tug'ilsa, Qur'onni o'qisangiz bo'ladi. Shunda ular muqaddas kitobni haqiqatdan Xudoning kalomi ekanligiga amin bo'lishadi. Chunki avvalida kalom bor edi. O'sha kalom orqali avvalida mavjud bo'lmagan barcha narsalar yaratildi. Yuhanna 1-bobida aytiladi:
Avvalida kalom bor edi. Kalom Xudo bilan birga edi. Kalom Xudo edi. Kalom inson qiyofasiga kirdi. Men butun diniy amallarim bilan zinaga chiqib, Xudoga yetishga harakat qilsam ham unga yetisha olmayman. Lekin Xudo shunchalik yaxshi va sevgidirki, u o'zini farishtalardan ham past olib, o'zi bizni oldimizga jangsiz, xizmatkor va kambag'al Iso sifatida keldi. Shunday qilib muqaddas kitobni o'qib, Iso haqida o'rganib, u bilan aloqada bo'lmoqdaman. Bugun men dinda emasman, balki Xudo bilan munosabatda aloqa qilaman. Shunday qilib Xudoga shukr, Iso Masihni qabul qilganimdan beri men ozodman. Muqaddas kitobni o'qiganimdan beri men juda ko'p narsalarni o'rgandim. 2017-yilda men Afg'onistonga oilamga yordam berish uchun borgan edim. Shunda ayrimlar meni haqimda bilib qolib, meni aldab Tolibon hududiga olib borib qamoqqa olishdi. Ular meni kofir ekanligimni aytib, menga jazo berishni aytishdi. Qur'onning ta'kidlashi bo'yicha, agar inson islomdan qaytsa, u shariat qonuni buzgan bo'ladi. Buning evazi esa o'limdir. Shunday qilib, ular meni o'ldirmoqchi bo'lib, meni har qanday kaltaklashdi. Buning oqibatida men o'ng ko'zimni ayrildim. Ular meni o'ng ko'zimni o'yib olishdi. Vaholanki Iso sochingizni bir tolasi ham to'kilmaydi degan edi. Lekin bu yo'qotish, ya'ni ko'zimdagi shram Xudoni ulug'lash uchun bo'lishi kerak edi. Ya'ni meni guvohlik berishim uchun edi. Ular meni kaltaklashdi, hatto o'ldirmoqchi ham bo'lishdi, lekin men hozir tirik guvohman. Iso meni o'z mo'jizasi orqali o'limdan qutqarib qoldi. Oxir-oqibat men Amerika vakolatxonasi qo'shinlari orqali menga xavfsizlik ta'minlandi va men ozodlikka chiqib uyga qaytdim. Xudo xohlasa yaqinda ko'zimni tiklash uchun menga jarrohlik operatsiyasi bo'ladi. Shunda ko'zim qayta tiklanadi. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Agar men musulmon bo'la turib masihiylikni qabul qilganimda, islomga ko'ra men o'lishim shart edi. Lekin agar masihiy sifatida agar men masihiylikdan qaytsam, meni darbadar o'g'ilga o'xshab yana unga qaytishim mumkin. Islom meni ko'zimdan ayirdi, lekin masihiylikda Iso ko'rlarni shifolab ularning ko'zini ochgan edi. Men bu uchun minnatdorman. Meni guvohligimni boshqa islomiy musulmonlar bilan ham bo'lishinglar. Ayniqsa afg'onlar bilan, toki Xudo ularni bu zulmatdan ozod qilib, ularga erkinlik bersinki, ular Iso Masihni qabul qilsin. Agarda kimdir buni eshitayotgan bo'lsa, Isoni Rabbim va najotkorim deb yuragingizga qabul qilib, og'zingiz bilan uni e'tirof etsangiz, najot topasiz. Rahmat. Xudo sizlarni marhamatlasin.